bugun SNR ya'ni support va resistance mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu support va resistance har bitta trader bilish kerak bo'lgan mavzu deb hisoblayman. Support nima? Support bu qo'llab turuvchi zona hisoblanadi. Ma'lum bir narxga kelganda qaytaruvchi kuchga ega. Ya'ni xaridorlar kuchli hisoblanadi va resistance qarshilik zona. Bu ham sotuvchilar kuchli zona hisoblanadi. Buncha bizga kerak bo'ladi maksimum va minimum narxlar. Bu minimum narx bizda 38.48 va maksimum narx 38.94. Agar shu minimum narxga kelib turib, u narx buzilmaydigan bo'lsa, bu bizda support hisoblanadi va resistance 38.94. Shu narx buzilmasdan yana orqaga qaytadigan bo'lsa, bu resistance hisoblanadi. Support va resistance. Qachon savdoga kirishimiz mumkin? Agar birinchisida minimum narx belgiladi, ikkinchisida buzilmadi, support hisoblanadi va uchinchisida savdoga kirsak bo'ladi. Va resistance da ham shu. Birinchisida maksimum narx, ikkinchisida maksimum narx buzilmadi, uchinchisida sellga kirsak bo'ladi. Buning uchun bizda 20 pips tagida stop loss qo'yamiz, tepada 20 pips bo'ladi sell uchun. Bu holatda biz sell yoki buydan foyda qiladigan bo'lsak, faqat bu narx bir zonada qolmasdan buzib o'tishi ham mumkin. Agar buzib o'tadigan bo'lsa, support zonani va retest beradigan bo'lsa, biz shu joydan sellga harakat qilib ko'rsak bo'ladi va tepada, ya'ni 20-30 pips oralig'ida biz stop loss qo'yamiz va tepaga ham buzib o'tishi mumkin. Resistance buzilib o'tadigan bo'lsa va tepaga ketishidan oldin retest bergandan keyin 10-20 pips yoki 20-30 pips oralig'ida tasdiq bilan savdoga kirib buyga kirsak bo'ladi. Bu holatda resistance bu bo'lib qoladi, bunda support bu bo'ladi va o'zgaradi. Barchaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Foydasi tegsa xursand bo'laman. Agar sizga Signal kanal kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram orqali bizning kanalga ulanib daromad qilishingiz mumkin.